Assalomu alaykum hammaga. Qaranglar qanday chiroyli joyga kelib qoldik. Dostavka qilib yurgan edik. So'raysizlar, nimada Amerikada nima ish bor, qanday ish bor, qanday bo'ladi, pravo o'tadimi deb. Pravo o'tmaydi. Beriki pravo oladi, mashina oladi, keyin dostavkaga chiqadi. Dostavkani agar DoorDash ishlasa, shu tarafga ketishimiz kerak. Mana yerda uyni toping, onani bosib. Yo'q, bunisini. Lupa. Accept qiling, home'da bosing. Bo'ldi, o'zi ketadi. Mashina olib, dostavkaga chiqsa, DoorDashda 16, 17, ba'zan $18 tushadi soatiga. Keyin mana hozir Spark degan programma chiqqan. Spark'diki bor, Amazon'daki bor. Amazon'daki juda qiyin ochilishi. Agar Amazon ochilsa, Amazon'da soatiga $25 ishlaydi. Shunday deyishadi, undan zo'r ishlaydi deb. Mana Spark'dan ham 22, 24 soatiga bir xil $25 ham ishlaydi. Balki 30 ishlar aytishmaydi unisini deydi-ku. Shunday. Biz ham o'z dostavka qilib, o'zimizcha qiziqib chiqqan edik. 4 soatga $84 ishladik. Zarnigor bilan. Aytdim, o'rganasiz ham deb olib chiqdim yo'lga. Shunday chiroyli joylarga kelib qoldik. Adir o'tloqlarga, o'rmonlarga adashib qoldik. Maniki. Amerika, Missouri, Amerika Qo'shma Shtatlari Missouri shtatining St. Louis shahrining Arnold degan shaharchasi, Arnold degan tumanchasiga bayram qilishyapti. Arnold degan maydagina tumanini bir ko'chalarida hozir ketyapmiz. Chiroyli joyga kelib qoldik. Как раз video olayotgan vaqtim chiroyli joyga chiqib qoldi. Zo'r ko'rinadi, mana shunday joyda. Ochiqlikka chiqyapmiz. Asfalt yo'q qoldi. Tep-tekis qoldi. Shunaqa gaplar Osmon yana boshqacha ko'rinyapti. Tinchlik bo'lsin.